Bahorda retinol ishlatsa bo'ladimi? Ishlatsa bo'ladi, lekin men tavsiya qilmayman, chunki bunga bir nechta sabablar bor. Birinchidan, O'zbekistonda SPF surish madaniyati hali rivojlanmagan. Bir kunda bir mahal surishadi, undan keyin qayta surish esdan chiqadi. Ba'zilar umuman SPF surmasdan ham yuradi. Ikkinchidan, tez natija olaman deb dozani ko'paytirib yuborishadi. Natijada teri qizarishni boshlaydi, kuyadi va quyoshga chiqqanda dog'lar tushishni boshlaydi. Uchinchidan, o'zlari bilmasdan kuchli aktivlarni ham qo'shib yuborishadi. Natijada terining baryeri buzilib, yomon holatga kelib qoladi. Men eng ko'p ko'rganlarim AHA kisloti, BH kisloti yoki vitamin C ni retinolga qo'shib ishlatishayotgan bo'ladi. Oxiriga hech kim e'tibor bermaydigan 4-muammo bu terini noto'g'ri tozalash. Retinol ishlatayotgan odamlar enzimli pudra, peeling, skrab, umuman olganda eksfoliatorlardan foydalanmay turishlari kerak bo'ladi. Masalan, retinol ishlatayotgan odam makiyaj qilmay turishi kerak, chunki makiyaj 2 etapli tozalashni talab qiladi. Undan tashqari, teringiz qanchalik yog'li bo'lmasin, penkada ham faqat bir mahal yuvishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Ma'lumot qatorida aytib o'taman, Yevropa dermatologlari yil davomida retinol ishlatishlarini doim aytishadi. Hech bo'lmaganda haftada bir marta bo'lsa ham retinoldan foydalanishni tavsiya qilishadi. Chunki retinol qarish jarayonini sekinlashtiradi, terining yangilanishini tezlashtirib beradi.